Suhbat jarayonida qahramonimiz uzoq vaqt uloq chopgan inson sifatida o'tmish va bugungi chavandozlar, shogirdlari, do'stlari, otlar, bakovullar hamda qo'shni Qashqadaryo viloyatining ko'p karisi to'g'risida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Shuningdek, tajribali chavandoz sifatida yosh yigitlarga o'z nasihatlari va maslahatlarini berib o'tdi. Uchta chavandozga keladigan bo'lsak, hozir shu kunduz birov endi yaqin otamning do'stining o'g'li Nursulton Cho'g'on, Nurchik Cho'g'on deymiz. Juda kuchli chavandoz, odam havas qilsa arziydigan inson. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, o'sha aytib o'tgan Nurullo boboni o'g'li O'ral Cho'g'on ham chavandoz ham kuchli, zo'r. Unga ham tan berish kerak. Yana bitta chavandoz. Endi mendan xafa bo'lmaysizlar, 3 ta so'radi. Endi uchalasini aytaman. Hammalaring zo'rsizlar men uchun. Ukamsizlar, shogirdimsizlar. Lekin majburman hozir uchalasini aytishimga. Yana bittasi, Denovdan Omon Cho'g'on rahmatlining nevarasi, Rembo degan yaxshi chavandoz ukamiz bor. Yo'q, bu Surxondaryoda haqiqatan chavandozlarimiz juda ko'p. Hozir yosh yigitlar chiqib kelyapti. Mana Jarqo'rg'ondan Asad degan ukamiz bor. Zo'r chopyapti Asad ham. Sherobodda yaxshi ukalarimiz bor. Uloqchilar yigitlar biz sanayman desam, bir-biridan xafa bo'lib qoladi. Men aytmadingiz. Bular hammasi zo'r men uchun. Hammasi omadini bersin. Hammasiga bu yilga nasib qilsa sezonda omad tilab turamiz. Faqat qayerga borsalaring, Surxondaryo, Qashqadaryoni o'rnab bersalaring bo'ldi. Siz Nursultonni ham to'dada ham ko'rasiz-ku, baribir chavandoz mutaxassis sifatida uning eng ustunligi jihati nimada? Birinchi yutug'i Nursultonni o'ta og'ir, bosiq, vazminli chavandoz. Uncha narsaga jahli chiqib ketavermaydi menga o'xshab, to'g'ri, sal men jahlim tezroq. Bosiq chavandoz, uloqni juda mahkam ushlaydi. Endi buni Nursultonga ta'riflasak, Nursultonning bosiqligi, uning xulq atvori bitta yutug'i. Ikkinchi yutug'i kuchli, baquvvat yigit, uloqni qattiq mahkam qilib bosadi. Bu ikkinchi yutug'i. Uchinchi yutug'i uni chavandoz bo'lganida, avvalgi bobolarimizga qaraganda, hozirgi yigitlar ularday baquvvat emas. Ularning ekologiya shunday bo'lyapti. Hozir ular davrida boyagiday flash bo'lmagan, energetik narsa tabiiy, hammasi tabiiy narsa bo'lgan. Hozirgi vaqtda endi o'sha trenirovka qilayotgan jarayonida ham masalan bironta sportivniy pitanalar qabul qiladi-da. Ular unaqa qilmaganda, ular haqiqiy alpomish bo'lgan. Otboz bilan bular o'rtasida qanaqa munosabat qanday quriladi o'zi? Oldindan gaplashilarmi, otini chopasizmi deb, yo bo'lmasa ko'pkariga borganda gaplashilarmi, qanaqa bo'ladi? Buni to'g'rimi? Men o'zimda bitta narsa, bironta inson otini chopadigan bo'lsa, zotni 50-50 olamiz. Keyin chavandozga o'zi ot yo'qadi u. Minasiz, o'sha ot sizga yoqqandan keyin o'zi chaqirib minib olaverasiz. Chavandoz oldindan gaplashiladimi yoki ko'pkariga borganda ham shu palon meni otim minasanmi desa minib ketaverami? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, endi aytyapman, otga bog'liq bu narsa. Ot zo'r bo'lsa, sizni otingizga borib yelanib minaman, to'g'risi. Ko'pkarida Odil Cho'g'on ko'pkariga bordi. Uloqni olib chiqdi. Bir chetkir yigit Odil Cho'g'ondan uloqni olib qo'ydi. U xalq ko'rdi. O'sha holatda chetkirlarga Odil Cho'g'onning munosabati qanaqa? Chetkirlargami? Endi to'g'risi, chetkirlarga sal meni o'z ukalarim bor, chetkir ukalarim. Lekin chetkirlar bilan sal jo'skroq turaman. Sababi men mehnat qiladi ular, mehnat qilmaydi emas. Baribir o'ylab ko'ring, chirin kelgan joyida olib qo'ygan alam qiladi-da u. Lekin tan berish kerak ularga. Tan berish kerak. U ham bir mahorat. Undagi holatda hech kimga tasavvur qilolmayman, hech kimga xohlamayman. Birontani ham shu meni vaziyatimga tushishini, u yomon kuchli hayajonda bo'lasiz u vaqt. Alam juda ham alamzada bo'lib, endi o'ylab ko'ring, pishib turgan oshni birov olib ketib qolsa, tayyorga ayyor bo'lib bo'lmaydi-da u. Endi chetkirlar ham, u ham bir mahorat. Ularga ham rizqi, ularga ham omadini bersin. Hozirgi kunda yaxshi otlardan bittasi Sherobodda yaxshi ukamiz bor, Xurshid polvonning Chinori bor. U ham uloqqa chiroyli kiradi, qochadi, u ham uloqni organizmga nima deydi, u chiroyli ayiradi-da, odam havas keladigan otlar. Yana bittasi Sarasiyoda Sanjarbek rais deydi, ukamiz. O'sha Sharra degan oti bor. U ham chiroyli, zo'r ayiradi. Qolaversa, o'zimda hozir shuncha kunduz Drakon degan otim bor. Endi metanni uni bir narsa deya olmaymiz. Drakon degan otim bor, Xudoga behisob shukr, bu bilan hozir endi 8 ga kirdi. Bu yil ham chiroyli marralar qilib berdi. Qashqadaryoda yaxshi otlar ko'p-da, Surxondaryoda chavandozlar ko'p deydi. Shu
fikrga siz qanday qaraysiz? Yo'q, u fikrga unchalik men bu fikrlarda qo'llab-quvvatlamayman. To'g'riroq aytsam, Surxondaryo, Qashqadaryo ikkovlasi bitta el. Buni yo siz qo'ymagansiz, yo men qo'ymagan, bu ota-bobolarimizdan Surqash deb kelyapti. Haqiqatan ham endi Surxondaryo bilan Qashqadaryoning ulog'i bir xil. Bir xil uloq. Qashqadaryoning chavandozlari ham kuchli, Surxondaryoning chavandozlari ham kuchli. Lekin Qashqadaryoda juda ot ko'p. Sabab nima deb o'ylaysiz ot ko'pligi? Bu Qashqadaryoda shunaqangi odat kimlardir bizda mashina olsa, ularda ot oladi-da. To'g'rirog'i. Demak, otga qiziqish, ularda juda borsangiz, muxlislar ham juda uloqqa qiziq. Qor yog'adimi, muz yog'adimi ketmaydi, oxirigacha turadi. Qashqadaryoda bizga qaraganda, endi Surxondaryo zo'r, endi yomonlamaymiz. Endi bizga qaraganda Qashqadaryoda ulog'i ham ko'p, muxlisi ham ko'p, chavandozi ham ko'p, otlari ham ko'p. Haqiqatan Qashqadaryoda zo'r polvonlar, zo'r chavandozlar bor. Zo'r otlarga gap bo'lish mumkin emas. Qo'shcha ho'kiz $100, 400 ming lira. Sho'rchidan Odil Chavaxon, Sho'rchidan Turoq Hojiboyev metani bilan ayirdi. Bitta qarsang bo'lsin metanga ham Odil Chavaxonga ham. Bakovul deymiz. Bakovullar hozir yo'q, chiroyli olib boryapti. Ayirgan chavandozga berib, endi haqiqatan unday narsa ko'p bo'lgan menda bitta zot ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin yoki birdan o'sha narsani qanaqadir mendan xato o'tgan bo'lishi mumkin. Aytilgan manzilgacha masalan bitta o'zim chiqara olmay qolgan bo'lishim, lekin ko'proq o'sha narsani qaytarib o'zim ayirib olganman-da, o'sha zotni qaytarib. To'ra Chobog'onda shogirdlari Odil Chobog'on yoki Olim Chobog'on yoki Bekzod Chobog'on. O'g'illar. Odil Chobog'onning shogirdlari. Shogirdlarimiz juda ko'p. Mana bittasi Ahadxon Eshonbobo. Ozoddan yana bir Eshonbobo chiqyapti, Somayxon Eshonbobo. Yaxshi shogirdimiz. O'zimda katta akamda o'g'illari bor. Sherzod Mirobro chiqyapti, yosh hali, Xudo xolasa bu yil ko'rasizlar inshaalloh. Qolaversa Nursulton Chog'on shogirdimiz. Asad Jarqo'rg'on, u ham shogirdimiz. Shogirdlarimiz juda ko'p. Men aytganman, takani mana bunda ushlasang, mana bunaqa bo'ladi. U otni haydaganingda bu otda yo'q, bu otni bunaqa haydamagin, bunga bormaydi. Bunday haydasang kiradi. Endi ko'pkarida bor anaqangizni berasiz. Shogird chiqolmasangiz to'g'ri kelmaydi. Otga qarashingiz kerak-da. U ot borku sizni mayib qilib qo'yishi mumkin. Yemagan bo'lishi mumkin u ot. Yo siz otni mayib qilib qo'yishingiz mumkin. Tushunasizmi? Katta chavandoz, zo'r uloqchi chavandozga mana kichkina to'ylar berib bo'lmaydi. Sababi jahldor bo'ladi chavandoz. Bitta juganni qoqib qo'ysangiz bo'ldi, ketdi ot. Buziladi. O'shaning uchun to'ylarni vazminli, yosh kattaroq, keksaroq odamga sal aniq qilib o'ng chapini yoki bo'lmasam kichkina gashtakchalarda tez enkayib turadigan bolaga bersa, o'shangani ot qilib oladi. Lekin yosh otni katta qo'ralarda ham xafa bo'lib qoladi ayrimlar. U tushunmaydi, otim minmadingiz deydi. U katta qo'ra u, siz otingiz hali o'shanga moslashmagan, mos emas unga, sharoit to'g'ri kelmaydi. Lekin odamlar xafa bo'ladi. Yo'q, lekin haqiqatan haydasangiz bo'ladi, lekin u otga bir travma berib qo'yishingiz mumkin. Yo ot sizga travma berib qo'yishi mumkin, yiqilishi mumkin, bilmaysiz-da. Hamma hozir uzoq chopgan ot yo'q. Bilasizmi? Sababi nima deb o'ylaysiz? Biz ham shuni bilmaymiz, mutaxassislardan so'rayapmiz. O'shaning uchun hozir aytaman. Bitta otni hozir, bitta chavandoz bizni davrimizda bitta metanni men minganman. Agar men uloqqa bormay qolsam, hech kimga bermagan otni egasi. O'sha kun uloq choptirmasdi. To'g'ri, Alisher Chovog'in chopgan buni, Bobosh Chovog'in ham mingan buni, metanni, Nurli Bobo mingan, Nurchi ham mingan. Lekin faqat u Alisher minganda men minmaganman bu ot, to'g'riroq. Tushunyapsizlarmi? Bir kishi chopsa otni uzoq chopadi. Hozir qara. Ali ham minadi, Vali ham minadi, amma ham minadi, tog'a ham minadi, minib ketaveradi bitta ot. Otlar uzoq chopilmayapti. Tushundingizmi? O'sha sababdan. Bitta otni qarash qancha mashaqqatda, lekin zotlar ham katta bo'lib ketgani uchun, masalan, ot egasi bunga ham bechorani bir shamollatmas, yana beraveradi. Bo'lmaydi, u tugab ketadi ot. Asrash kerak, ot yo'q. Bir xil paytlarda umuman bir kiyim kiymay chopasiz-da. Bir xil paytlar kiyim kiyasiz. Nimaga bog'liq bu narsa? Endi bu bo'lmaydimi? yo, jarohatlar juda ko'p. Mana quloqlar ko'rib tursiz, qo'llar, burun qiyshiq.
hammasi uloqdan. Endi bu o'sha payt odamni qanaqadir ichki tuyg'ungiz bor-ku, juda ham adrenalin oshib ketadi odamni. Juda kuchli hayajonda bo'lasiz. U ot tishlagani, boshqa narsa odamga sezilmaydi o'sha vaqt. Tavsiya qilaman, yalang'och chopmanglar chavandozlar. Yaxshi emas. Hozir uloq juda ham qattiq bo'lib ketdi hozir. Endi zotlar ham katta bo'lib ketgani uchunmi yoki bolalar juda ham kuchlimi? Endi otam uloq chopgan, biz ham endi sal 30 yilga yaqin uloq chopib qo'ydik. Sal oqibatliroq chopilardi. Hozir yo'q. Haydash bor. Tushib qolsangiz ham qaramaydi hozir. Lekin o'sha narsa yaxshi narsa emas-da. O'sha otdan tushib qolgan inson joyiga o'zingizni qo'yib qo'yishingiz kerak. Otda eng ketgan vaqtda o'zingizni qo'yib ko'ring, qanaqa jarohat olasiz. U yaxshi narsa emas. Odil Chabag'on ko'p yillardan buyon uloq chopib kelmoqda. Mana shu yillar davomida u suruvlab tuya, ot, ho'kiz, qo'y, echki hamda qimmatbaho sovrinlarni ayirdi. O'zining aytishicha, qiymatidan farqli ravishda uning uchun har bir sovrin qadrli. Axir 100, 200, 300 ba'zan undan ham ko'p otliq qatnashganda raqibning orasidan takani olib chiqib, bakovulning halol degan bahosini eshitish uchun ozmuncha mehnat talab qilinadimi? Lekin eng esda qolarlisi Boysun tumanidagi Panjob qishlog'ida tashkil qilingan ko'pkarida ayirgan sovrini edi. Metan bilan katta uloqda ayirdim. Juda katta zot qo'yildi. O'shani metan bilan ayirganimda undagi hayajon u boshqacha. O'zim tushunmay qoldim, nimaga bunchalik bo'layapman deb. O'sha vaqtdagi mendagi holat boshqacha hayajonda edi. O'shaning uchun bir umr yurakda qoladi endi. Bu o'tkinchi dunyoda barisi kelma navbat. Zo'r chavandozning ham o'z davri bo'ladi. Yillar o'taveradi, Surxon vohasidagi ko'pkari maydonlari, ishqibozlar yana qanchalab alp yigitlarining dovruq solib, uloq chopishiga shohid bo'ladi. Ammo Surxondaryoning ko'pkarisi tarixi haqida gapirilganda 21-asr boshidagi kamida 20 yil aynan Odil Chabag'onning davri sifatida eslanadi. Zero yangi asrda sho'rchining Odili ot ustida o'z nomini ko'pkari tarixiga mixlagan kamdan kam yigitlardan biri sifatida tarixga kirdi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz keyingi dasturlarimizda ham ushbu loyiha orqali ko'pkari musobaqalari yangiliklari, o'tmish va bugungi kunda el yurt oshib dovruq qozongan nomdor chavandozlar va samantulporlar haqida qiziqarli hikoyalar hamda ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Xayr, salomat bo'ling. Siz Surxondaryo telekanalida Ko'k maydon loyihasini tomosha qildingiz. Omon bo'ling.